Endi növbətdə bizga Gulnaz Abduqodir xanım so'zlab berdi. Tema diasporadagi Uyg'urlarning igilik tiklash proseslari haqida izlanish. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi meningki so'zlaydigan temam diasporadagi Uyg'urlarning igilik tiklash prosesi haqida izlanish. Bu kirish so'zi igilik tiklashning muhimligi hamda moliya boshqarish, o'zimizning igilikni moliya boshqarishi, bundan kirgan kirimlarninki bulan kapsili ichiga kirib so'zlamay, mana shu meg'iz qildirib ketdi. Men endi o'zim shu mablag' silish kasbida nurg'un yillar ishlagan bo'lgandan keyin 20-30 yil mushtum qilib Bashadullah meg'izini boshlab ketay. Boylik to'plash va boylik taraqqiyot tarafida qandaq Müşna yuşrun kirim manbalari var. Qaysi taraflardan biz izlashimiz kerak. Birinchidan mushma ishlab turgan shu aksiya bozorda Stock Exchange deymiz. Bu yerda 10 necha minglagan, 20 necha minglagan o'xshamagan moliya qurollari bor. Buning hammasiga biz mablag' qo'ysak bo'ldi. Pay, chek, zoyimlar, har xil fondlar, pensiya pullari degandek. Bulardan kirgan kirimlar bo'lsa, daromadlar kirdi, o'sim pullar kirdi, mablag' sog'andan keyin mablag'ninki o'sishi ular kirdi. Undan boshqa nurg'un muomala operatorlar bor. Bunlarni enchiklab hisoblab kelgan chog'da o'zingizning ziyonliqqa, xatarlikka bardoshlik berishingizga bog'langan, o'xshamagan mablag' qo'yish asboblar bor. Ondan bizningki yer mulk, uy mulklar mablag' silish, uylarni ijaraga berib, ondan yangi uylarni, ziminlarni ichib yangi uy elib silish, bularga cho'ngroq mablag'lar ketadi. Yarım skoniylarni elib, ularni yasab silib, ulardan chiqqan kirimlar, igilik tiklashning kirgan daromadlar, undan kirgan foydalar degandek bularni hammamiz undan bilamiz. Nurg'unlarimiz shu sohada ishlayotgan, jahondashlik qilayotgan. Ondan ma'rifninki, ma'rifga mablag' solgan chog'da qandaq bilimlarimizni emas, kirimlarimizni, boyliqlarimizni o'stirganni, o'qimaganlar bilan o'qiganlarning kelishgan shirkatlardagi kirimlarning o'xshamaganligini, buningki muhimligini undan bilamiz. Ammo men iznib kelgan chog'da biz Uyg'urlarda kam yeri passiv kirim iqimlar. Bu tarafdan aytdi kam ekanmizda. Bu qaysilarni o'z ishiga oldi degan chog'da shu bizningki bilim mulk huquqini setib, mushundan qanday kirimlarni deb berish to'g'risida bizning Uyg'urlarning ichida kam ekan. Buningda bir necha taraflarni o'z oldiga oldi. Bunda masalan kitob yozib, kitoblarni setish, masalan Amazonga qo'yib qo'ysak KDP degan suqlar bor. Undan boshqa muzik ishlab, buni nimiga oldirib, lisens qilib, knishkalashtirib, buni Spotify, iTunes, Music Library degan suqlar bor. Bu yerga qo'ysak, muzikangiz har bir qitim setilganda, yoki har bir qitim qo'yilgan chog'da, bunga sizga haq kiradi. Bu haq royalty deymiz. Inglizchada, Uyg'urchada izn baxsam muvofiq bir gap topamidim, setish haqida deb turay. Ondan fotograf, har xil san'at buyumlar o'zingiz yasagan, bularning hammasini shunday lisens qilib olib qo'ysangiz, buni sotilgan usullari bor. Masalan, Shutterstock, Adobe Stock degan joylarda
koysanız münasebetlik şundaq suplağa ictimai toplağa kirip tizimge aldırıp kinişkisini elip bulardan kirim kirgizish mümkün. Andın özünüzünki mesela keşfiyatlığınız bolsa, icad kılgan bir işlem, icad kılgan bolsanız, bularınki mu şundaq lisansını elip bulardan mu çoğun kompaniyalarga, şirketlerge setip kirip nurgun pullarını tapkını boldum. İkinciden pasif kirimning ikinci mablağı sorusu bununki şahıl setiş, şahıl tip setiş. Şahıl tip setiş degan qandaq deysanglar, mesela bir meşhur kompaniyaninki nemeler şundaq mahsulotlar bolsa, mesela şunundan icazatname elip, şunu şahıl tip setip, bunundan nurgun pullarni tapkını boldukanda, mesela bundan bizniki Virginia'dan keldim, dedim tünümüzlerge, şu Virginia'dan da bizim Uygurlardan var, bunun bir hemşerimiz var diye aşkhanını içip, yaxşı kırımlarını kıvatkan, keyin bu balın İngilizcem xeyli yaxşıdı. Özü ticaret kıldıgan xeyli kallısı var yaxşı. Müşü Nestle degan xalqaro tanılgan bir yemek-içmek şirketi var. Switzerland'niki. Müştinki müştaq şahıl tip setiş icazatnamesini elip, O'rta Asiyada, O'zbekiston, Qozog'iston ishtiroklarida shularninki mahsulotlarini setib yutibdi hozir. Burun necha oshxonalarni ichib, xeyli yaxshi kirimlari undan ketyapti. Endi maash kirgandan keyin yana necha daraja kirimlari o'sib, texmo turmushda yaxshi bo'lib ketibdi-da. Shuning uchun biz biznes qilgan chog'da har xil yo'llar bor. Uyg'urlarning ichida oshxona ichish, do'kon ichishlar jiqaroq ekan. Bundaq ishlarda biz sal kamroq ekanmizda, shularda iznishimiz kerak ekan. Buningda yoshirin qandaq kirimlar bor. Bu bir shaxsiy setishninki bir tarbi. Andan boshqa licensing deymiz, shuni ijozatnoma knishka ep qo'yish. Mesela sizinki bir nimani ijod qildigan ideyalaringiz bo'lsa, bundaq bir nimani qila olayman deb, shuningki yasab tuzib chiqib, shuningini lisansini knishkasi ep qo'yish kerak-da. Undan keyin shuni ishlab chiqaradigan bir zavodlarni, korxonalarni tepib, shularga shu lisansingizni setib tursiz, ular ishlab chiqaradigan. Unga nurg'un kirimlar, nurg'un pullar keldi. Undan keyin har bir qatam mahsulot setilgan chog'da sizga passiv müştaq kirim eqimlari kirib turadigan o'zingiz ishlamoqsizmi? Bundaqlar endi oldi bo'yicha siz ozroq vaqt, aql ishirsiz, qilasiz, shuni qilib chiqargandan keyin keyingi hayotingiz o'ngayroq bo'ldi. Müştaq kirimlar yoqdan azg'azdan o'xshamagan kichik-cho'ng eriqlardan kirimlar eqib tursa, vaqtida davomli turmushingiz, moliya turmushingiz muqimliq yaxshi bo'lib o'tadi. And then yumuşak detal license ya, bunun da icazet bunun da yumuşak detaldan license eliş, bunun da mesela yumuşak detallarını özünüz layihəlab yazıb çıxarsınız, bunun da mesela license knişklarını aldırıb qoysanız, bularning uchun şirketlarga setib olsangiz nurg'un pullar bo'ldi. Bu biz men tug'an Virginia'da bizim Uyg'urlar ichidan qildi buni. Mesela bir Uyg'ur birodarimiz o'zida ishlayotgan 5-6si shundaq bir yumshoq detalni ijod qilib, buni Amazonga setib oldi. Ularga nurg'unlagan pullar keldi-da. Bundan boshqa yana shu guruh ijod qilgan bolalarni qo'shib bilan Amazonga ish qilib, ularga shundaq shu qurmash bilan ish bordi hozir. Bunun özürü mektepte işlettim. Şuna yaş balalarımız bulup mu? Şu elektronik, kompüter cihanında, hazırki zamanında şularını ayeti mühim o önemi koyup hayatıga. Andın bunu kandak lisans kılıp, kandak setip pul kılış özünki şu bilim hakkını, bilim mülkünü pulga aylandırışına mühim bir iş.
Yana birisi alayda icazatname deymiz, onu franchise. Özünüzdeki mesela alayda maqsadlarınız olsa, ya bo'lmasa markalarınız olsa, ya simbollarınız olsa yasab chiqqan, tanlıq olsa Uyg'urlarnikida, bularni agar boshqa ishlatib, men seniki o'sha markani boshqa bir yerdan bir ticaret başlaymayı dese, şunu eğer siz lisans qilgan bo'lsangizda, tinchlik og'iz olgan bo'lsangiz, uni bir muncha pul sotgan bo'ldim. Masalan, McDonald'larni oladingizlar dunyo bo'yicha. Hozir McDonald'ningki shu M degan shu simvolini ilib, shuning ostida biznes qilish uchun 45 ming simvolini ishlatish. 45 ming dollar. Lekin McDonald o'zi ichish uchun cho'ng kichikligiga qarab 1 million 300 mingdan 2 million 300 minggacha o'xshamagan o'rinni qayerda ochganingiz cho'ng kichikligiga qarab. Shuning uchun shu danliq simbollar bo'lsa, danliq markalar bo'lsa, shu o'zlar bir muncha pulga yaraydi. Lekin har bir odam ochganda shunday pullar kirib keladi sizga yaqin. Chunki passiv kirimlar müştereklerde yani nurgulları var ve müşterekliler sözler buraya hazırcı. Ondan başka marka, muharetke, meblağlarını siliş, terakkiyat kılıştırışta, bunun özümüzdeki, iktisadımızdaki şukur götürüşü, şukur maaşlarını ilişi, bulan emrimizge ayın, bunu pek çoğun uzat ketmey, cryptocurrency var, yani şahsilerge pul qaz verip durup, pul tepiş, consulting qilish, to'g'ri dars o'tish degandek har xil qo'shimcha, o'zingizning xizmatidan boshqa yana qo'shimcha qiladigan yoshirin kirimlar yo'llari. Bularni endi o'ylashga to'g'ri keldi. Meyada bir necha misolni so'zlab beray. Endi Uyg'urlarning diasporadan shu yerda nurg'un bizneslar bor ekan. Bizniki shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidan aniqlab ko'rsam, bu yerda nurg'un bizneslar buning ichida eksport, import qiladigan, qurilish, kabinet yasaydigan, to'p setish, raqam bazasi, gul do'kon, to'ylarni, zallarni lohiyalash, mashin ijro berish, mashinlarni yasash, qatnash yo'llariga mulozimat qilish, uy ko'chish kompaniyasi, Airbnb qilish, yasli ichish, maktab ichish degandek ish qilib har xil bizneslar bor ekan shu yerda. Endi qanchalik odam bor biz tarafda bilmayman, umumiy bundan men ikki misolni ikki shirkat bilan gaplashib ko'rdim. Birinchi bo'lsa Mimis Uyg'ur restoran, Uyg'ur food degan Uyg'ur restoran Fairfax turgan. Bu kishilar xotin ikkisi 35 yosh atrofidagi yoshlar. Bularning 4 o'g'li bor, hammasi 10 yoshdan tuvan bolalari. Yo'ldosh bo'lsa o'zi universitet o'qib, computer science o'qigan, cho'ng shirkatda 100 minglik maosh oldi, undan maosh oldi. Undan boshqa ham o'zining qo'shimcha biznesi var. O biznesi uylarni yasab setish biznesi. Yo'ldoshniki. Ayolninki uy mulklarni sotadigan lisensi var. Kinishkisi, ijozatnomasi. Uy mulklarni sota oladi. Undan boshqa bu ayolninki oshpazlik qilish, tamoq qilishga bir oshiqligi bor ekanda, muhabbati. Shuning uchun bular birinchidan Uyg'urlarning madaniyatini, taomlarini ko'rsatib, shu boshqa millatlarga tanishtiramiz deb. Ikkinchidan o'zininki iqtisodni yana bir shu ko'taramiz degan nishon qilib, shu yerda bu biznesni boshlagan. Boshlagan vaqti 2019-yil. Bular boshlashi bilan Covid boshlab ketib, nurg'un yaxshi menayotgan restoranlarni itilib ketdi vaqtlarda. Bular nurg'un qiyinchiliklarni beshdan kechirib, yo'ldoshningki computer science o'qiganligidan shu raqamlik bozorni ching tutib, to'g'ri nimalarni qilib, tashriflarni qilib, shu tarafdan ular ustib chiqib, biznesni nurg'un yaxshi menayotgan bizneslarni shon etib ketgan vaqtda mushular
ip minip ketdi. Hazır kadar yaxşı minip atdı da. Yaxşı minip özününki Uygurlarning madaniyatini haqlari tanıştırdı. Özünki iqtisadını yuqori ko'tarildi. Hazır şu Virginia'da yaxşı rayonda öylerini ilip balalarını yaxşı mekteplerge o'qitardi. Shuning uchun ikki nishani amalga degan gapda. O'ziniki tirishchilik baqibman. Bir ishga aralashgisi 4 biznes qiladi. 4 ishni qilib yetadi. İkinci misalim bularni bizim Virginia'da, Northern Virginia'da bularni 35 yaş etrafidagi ayollar. Bularning 4 qizi bor. Hammasi balığı boy bular. Bularning 4 qizi bor, ularning 4 o'g'li bor deganda. Bu balımı kompüterda o'qigan. Bunu cho'ng shirkatlarda 100 ming maoshini bundan ishlayotgan bola. Keyin qarasa nurg'un Uyg'ur yoshlar burun vatanda o'qib kelgan, ijtimoiy banda o'qigan, xizmat topolmay maosh bilan pizza to'shib, xat to'shib turgan bolalarni o'shalarni bir 100 minglik xizmatlarga o'rlashtirib qo'yaylik deb avval izlanmasasi ular bir maktab ichib kompyuter qilgan. Bularni 19-yil boshlab kelib Covidning oldida bularni nurg'unlagan qiyinchiliklarni beshdan o'tkazib balalarni to'g'ri o'qitib, birdan bir o'qitib, sinflarda o'qitib degandek maktab bitigan bolalarga ishlik bir ishga maslahat berib, tarjimonini yozishga yordam qilib, ishga chiqib bo'lgandan keyin xizmat vaqtida qiyinchiliklarga yordam qilib, qanday xizmat to'g'risida kompyuterlarni yozish to'g'risida. Bularni şu 5 yıl jarayonida 400 o'quvchini tarbiyalab chiqibdi. 400'ninki 90% maktab bitirib, o'rta hisobda 120 mingdan maoshliq xizmatlarga o'rishdi-da. Bularning maqsadi boshqalarni shunday yuqoriroq maoshli xizmatlarga o'rlashtirish, birinchidan, ikkinchidan o'ziniki o'z burun 120 minglik xizmat maosh olgan bo'lsa, hozir uning natijasi yuqori maosh ibodatda 4 bolasini yaxshi qilib, uylarni yaxshi qilib, xizmatlari yaxshi ketyapti, turmushlarini burunqidan natijasi shukrlandi. Hozir endi bu kompyuterdami yeniliklar paydo bo'lib turdi, kompyuter o'qigan bolalarimiz biladi. Uni davomli o'rganadigan odam o'rganib turish kerak. O'zi o'rganib turish kerak, boshqa o'tish uchun. Shuning uchun bularni o'sha davomli o'rgatib, bolalarni yana hozir ishlar o'rgashtirdi. Men 3-oyda bular bilan gaplashgan chog'da 3-oyda ular shu 3 oyda 20 xizmat talab ketgan bolalar, o'qigan maktabda degan bolalar. Hozir shu davomlashtiryapti. Bu ikkisi bo'lsa, bizningki shu Uyg'urlarning ishiga nurg'un bulardan jiq g'arblarni qozongan boshqa tijoratlar bor. Men bu ikkisini misol qilib so'zladim. Andin biz shu Yahudi jamiyatidan o'rganadigan nurg'un taraflarimiz bor ekan. Bundan izinib ko'rdim. Ko'rib men 3 xil tarafli o'rganadiganni bayqadim-da. 3 tarafli o'rganadiganni. Birinchi bo'lsa, shu bularningki igilik tiklashda. İgilik tiklashda bu Yahudi jamoatiningki bizim o'rganadigan bir necha taraflari. Bular bu igilik tiklashdan burun bozorning fursatini nihoyat inchga aniqlaydi ekan, qanday fursatlar bor. İşini başlamasdan turibdi. Bizda qanday fursatlar bor, qanday qilsak, qaysi biznesda yo'l ocha olamiz, qaysi biznesda pul topamiz deb. İkinciden bular nihoyat inchga shu o'zi ziyonini hisoblab chiqadi ekan. Tekrar hisoblayotganda
Buna qarşılıqla təvəkkül qılmay, hesaplagan riskini, hesaplagan ziyanını, eğer ben hemimiz bir iyilikçiler başlarımızda pul tapımız, bayolumuz da başlarımız yanımızda iş kaysımız iyilikçiler kembağal olumuz yemeyizden şunu da yapar. Ula eğer muşum ben diyenler olmay kalsam, olmay kalsam kançılık ziyanını berdaşlık bir aleyna. Munçilik ziyan bulsa öldürüp gitemdim, yani şu ziyanını türlep, yani başkadan mamalaydıgan madarı var mı yok mu diyeni şunun ait bir inçliği hesaplayırken. Üçüncüden şu yenilik yaratışka maslaşış, hem yaratış. Şularga yeniliklarga kandak erişiş. Biz Uygurlarni bu tarafta ürünüğün terpimiz, bularınki neyim için bu şundaq kən sahada bular Galiplarning qo'lga keltirdiği muhabirliklarga qo'lga keltirdiği çağda şu maslashish, texnologiyaga maslashish canlığı güçlü. İkinciden, o'zgarib turgan bozorning o'zgarishchanligini cho'nqur tushunganligi. Yaman mekanik bulup bir xilla mangmayman emas. Bu bozorda o'zgarib turishni qanday maslashish, texnologiyada o'zgarib turib qanday maslashish, shularni qanday o'rganish, o'sha ikki tarafdan aytib ta'kidlaydigan bir iyilik tiklash jarayoni. İkinciden, bularning şu maliyege nait ehmiyet veriş bularning medeniyetiga sınıp ketganda çok olmuş maliye muharratni taraqqiyot qilishda çok mablag'larni solgan. Bununla bilimning roli biz o'rgangan tarafı, bilimning roli faqat bir odamning iqtisodini ko'tarib qolmay, masalan ben magistrlik ünvanı muammosi doktorluk alsam, meniki kirimim ishlayotgan shirkatlar bir darajə o'sdi. Faqat men uchun emas, bütün o'sha jamoatni tam taraqqiy qilishga nayt muhim rol va ahamiyat var deb ko'rdik. Masalan bizninki Virginiyadagi 10 ming Uyg'ur olsa, 10 ming Uyg'urningki 80% magistrlik ünvanı olsa bu qanday bir jamoat bo'ladi. Bularninki fikir yurishleri, ko'z qarashlari qanday bo'ladi o'zim o'yladim. Eğer bu cemaat, onun cemaatinin 80% başlanmış oturuşda babam olsa, ya ismini düzelt yazanırsa, bularının bir göz kuraştırmak bu işler. Şunun için okuş, marifqa məbləğ siliş, özünü de yaklaştıramaz, bütün o cemaatini özünü öpçürdü ki, bırak etmemiş. Şunun için bir adamın ki, məsuliyyət çalğımız, həmimizin ki, məsuliyyət çalğıya da düşənsək olduqanda, Cüyüşlərin ki, müşürlüğünüzü qarab. Ağan sabahlıqın. Üçüncü tərəfi bizim doğan tərəf, mən bayqılmaları, inçikə, uzun modellik planlaş. Bularını şu planlıq iş qılış, inçik plan tüzüş, bularının mədeniyyəti sınıb etməyimkən. Bunda qılğanın səbəbi birinciden maliyəni muqimlaşdırış, yaxşı plan tüzsə. İkinciden muşu cemaatini tərəq qılış. Üçüncüden evlatlar arasında baylıqını başquruş. Ben muşu sadece qışıgəndikən nurgul vaxtlarda bilib getdim, başqa çocuklardan başqalardan. Məsələn, bu olsa bunda katlı bay edəmdi, dazıq gələndə muşu qaldı ya, baldırqın əvrisi gələn çağda qazar yox getdi deyirən ki, qaşlap, başqa cəməlimələri evlatlar gələndə qaşlap yüzüldü. O cüveytlarına kadar bir avlatdan kadem yuqur meniş tüvenleşmez. Bu şu medeniyetdeki sınıp ketken. Sonuç için şu uzun müddetlik inçik planlaş, maliyeni muqimlaştırış, cemaatini tam ip veriş, hemmeden şundaq qısa, hem Uygurlar şundaq qısa, bir ailemez, hemmeden. Ondan şu avlatlar arasında baylıqını qandaq saqlab kelish hem bunu başqa avlatlarga qaldırış. Ben masayası jiq işlegandikan biz lawyerlar bilan, advokatchilar bilan yaqinda maslashib ishlaymiz. Bunda Amerikada trust degan bir nima, dynasty trust degan bir nima. Trust degan masalan
siz muş baylıqlarınızı kilak avlatlarga qo'yib qo'yishga bir nima ezib qo'yib qo'ysizdan qo'ygan chog'da buning har xil yezishi bor. Dynasty Trust degan siz go'da turib o'zingizning boylig'ingizni qanday ashab turib boshqara olasiz degan. Uni qanday desangiz, ashtan ichida turib yezib tayoq qo'ysiz, agar mening unchalik boylig'im bor, 100 million boylig'im bor, bu boylig'imni bolalarim, nabalarim qanday hashlaydiganga shularga siz huquq berasiz. Shu huquqni yezib lawyerlar bilan, advokatlar bilan tam bu mesib qo'yib qo'ysangiz hech kim buni o'zgartirmaydi, siz o'lib ketasiz, go'dingizni turib o'zingizning boylig'ingizni boshqara olasiz. Shu bitim ma'noda ish qonun bo'lib ketgan narsa ketdi. Shuning uchun ashuni yezib boshqa planlab qilmasangiz, sizningki bolalaringiz, nabalaringiz ay o'zi ilqi bela qilmagandan keyin nani ishni ko'rgan degan gap bor bizning. Anadek sal payga ketib qolgan pul bo'lgandan keyin xalqancha hisoblab tugatadi uni. Har qanday tag'inini qo'llab tugab ketadi degan bir gap bor. O'z midrash kerakda o'zi. O'z midrashni duglab qolgan pulni tugab ketadi. Shuning uchun bunday planlash naytilishi muhim ekan. Vaqtimiz o'tib ketdi. Ondan tushunigimni bir gap qildik. Ma'u tarafini tezsiz o'tib ketay. Madaniyat sazgurligi shu biznes tiklashda. Biz ham diasporik Uyg'urlar har xil davlatlarda yashaymiz, o'qishmagan madaniyatda. Shuning uchun biz har qanday yerga berib, ko'chmanlarning gapi chiqib qoldi. Biz Uyg'urligimizni qilsak bo'lmaydi. Shu yerlikdagi madaniyatga moslashishimiz kerak. Madaniyat ong bo'lishimiz kerak. Shularga o'zimizning chiqargan mahsulotlarimiz va mulozimatlarimiz shuningga ham Uyg'urga, ham shu yerlik madaniyatga xos bo'lgan bizneslarni qilishimiz kerak. Yerlik madaniyatni hurmat qilishimiz kerak-da. Hurmat qilishimiz kerak. O'zimizning Uyg'urlarning oliy janobini ko'rsish kerak yerlik madaniyatga. Bu ajab bunda haqga deb qolmish kerak-da. And then networking. Munosabat tuzish. Munosabat tuzish Uyg'urlarning ishida emas. Mesela Uyg'urlarning sirtida o'zimizning tug'an davlatdagi boshqa madaniyatlar bilan qanday munosabatdan turg'izish, ular bilan qanday aloqalashish, shu yerdagi yerliklarningki talibidan chiqish, ularningki madaniyatini tushunish, shu yerdagi qonunlarni, ijozatnomalarni qanday qilish, shularningki yo'lini tepish, to'g'risida nurg'un izlanadigan taraflarimiz bor. 2 minut vaqtim bor ekan. Yana bir tarafi so'zlaydigan boylik, moliyani planlash, boshqarish, taraqqiyot qilish, ma'noda shu qonuniy laysenslarni elish, ijozatnomalarni elish, shu yerdagi qonunlarga bo'ysunish, shu yo'llarni tepish, shuningki tilini bilish kerak. Ashuni hammani ravon bilgan chog'da nodagin biz shu yerda bizneslarni, tijoratlarni boshlay olamiz. Nurg'un ashtaqa ishi bizningki Virginiyadami oshxona ya boshqa bir bizneslarni qilgan chog'da shu yerdagi laysens, ijozatnomani elishni bilmaydiganlar, yo'lini ocholmaydiganlar, qayerdan boshlashni, qaysi ishga berib so'rashni, shularni bilmaydiganlarni aytib ko'rganda, bularning yo'lini bilish kerak. Texnologiyada, bizdagi yangiliklarda qanday moslashish, mayli o'zimiz ijod qilgan yangi chiqqanlarni biznesimizga kirgizish. Bayqaman degan misoldimi, masalan, oshxonada yo'ldoshningki computer science'dan yaxshi bo'lganligidan Covid'dimi, biznes to'xtab qolmay, boshqa bizneslar o'lib ketgan taqdirdami, bularningki oldiga surib manganligi, shu texnologiyani o'ziga moslashtirganligi, shuni inshaalloh ishlatganligidan bildirildi-da. Anadaki menimki ma'noda men ishlagan sohada, shu paketlarda, aksiya bozorda ham tuxumimizni bir sebab qo'ymagan degan gap bor.
Bu deganning sababi masalan 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, siz aksiya bozoriga solsangiz, eng bo'lganda 12 o'qishmagan tarafga pulingizni seling. Agar birisi tugab ketsa, yana birisi 50% qaytarsa, yana birisi 5% qaytarsa, o'ttir sonda yana sizga bunchalik qaytadi degan hisob bor. Shuning uchun managa qiziqdi, mana pulni managa silday deb qilib bo'lmaydi. Sosyal medialarga qatnashish degan, masalan, hammadanki o'zining joyida har xil klublar bor. Bizningki Virginia'da Lions Club, Chambers of Commerce degan har xil biznes networklar bor. Ularga qatnashish mumkin. Ularni boya demay o'tibman. Bir yana bir Timo bularga vaqtimiz qamdi. Rahmat sizlarga. Ahırsıda ilk adısı batı. Ben de saydım bak şimdi. Ma sözünün türüdü. Rahmet sizlerge. Ben de bir koygunum. Benim kişi vaktimden şiir yazıqı kızıqattım. Bunu neşr qilish xayolim yo'qdi. 2016-yili işte bir sizinki şiir topluluğu 80 yaşga to'plangan qabul qilgan. Ben o'zimning ko'l she'rlarimni bir ratlab qo'yay deb buldu pensiyaga chiqqanligini 8 oydan ratlasam 200 necha she'r bor ekan. Shundan 110 ni ratlab bir tom qilib shu yaqin arada Amazonda chiqdim. Sizlarningki sevdilishinglarni tavsiya qilmay chiqqan chog'da to'pqa sep qo'yma. Buningda Мәңгілік bağlanış, aile resimleri şu nimede şiir bilen şifalangan. Rahmet sizlerge.